Salom barchaga, bu Doniyor Safarqulov. Bilaman, anchadan beri yangi video chiqishini kutdilaringiz. Men kuzatdim, ilojim boricha harakat qildim, lekin afsuski o'qishimda ko'p muammolar bo'ldi, cho'zilib ketdi. Lekin mana sizlarga juda zo'r mavzu bilan qaytdim. Xo'p, bugun Super Bear Adventure o'yinini ko'rib chiqamiz. Mana hozirgi video bizning video olish usulimiz. Shunga o'xshash video qilib, mana shu uzoq emas, mana shu open case bilan ham normalniy kontentlar olsa bo'ladi. Video olish usuli sinalgan. Sizlarga hali montaj qilishni ham ko'rsataman. Hozircha video olish qanaqa bo'lishini ko'rib olingizlar. Lekin maslahat beraman, iloji boricha bunda ko'p usullar bilan, har xil ssenariylar bilan video olsangiz, ko'proq uchadi video. Mana videoni montaj qilish, yaxshilab kuzating. Bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladi videoni shaklga solish. Bundan 9 ga 16 ni tanlab olamiz, ya'ni shu YouTube Shorts varianti. Bu yerdan o'zimizga kerakli razmer tanlaymiz. E'tibor bering. Mana bu sandiqlar ko'rinishi kerak. Xo'p, ozgina kattartiramiz. Mana. Deyarli tayyor bo'lib qoldi. Bizda tepa va pastda qora joylar bor, u ochiq turmasligi kerak. O'zim o'ylab topganman, bularni to'ldirib qo'yish kerak. Sizlarga maslahat beraman, qiziqarliroq so'zlarni yozib qo'ying. Masalan, subscribe for cake. Port uchun obuna bo'ling. Buni obunachilar biladi, obuna bos to'rt obunmasligini. Shunchaki qiziqtiradi. Sizlarga yana bir maslahat beraman, matematik misollardan ham foydalanish kerak. Xo'p, mana to'rtni yozib qo'ydik. Xo'p, pastga kattaroq qilib xohlasangiz shriftga har xil bezak bersangiz bo'ladi. Men bezak berib o'tirmadim. Buni oxirgacha tortib qo'yamiz. Xo'p. Mana bu oxiri kelamiz. Mana endi yangi shriftni ochib, biz tepasiga misol yozib qo'ysak bo'ladi. Yoki birorta qiziqarli savol. Bu nima uchun? Bu kommentariya chaqirish uchun. Buni bir sinab ko'rsalaringiz foydasini bilasizlar. Men anchadan beri mana shu usuldan foydalanaman. Ish beradi. Kommentariya juda ko'payib ketganidan men kommentariyalarga javob berishga ulgurmay qolaman ba'zida. Mana shunaqa foydali. Xo'p, bu yerdan mana videomiz tayyor, katta qilib maksimal kачествоda videoni saqlab olamiz. Mana bizda video tayyor. Ko'rib chiqamiz. Yomon joylari yo'q. Shortsimiz tayyor. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you endi sizlarga ikkitadan ko'rsatib beraman. Mana Super Bear Legends yoki Super Bear Adventure deb qidirsak ham bo'ladi. Birinchi bo'lib sizlarga maslahat beraman, Super Legends mana shu kanalda ko'rsatsalaringiz bo'ladi. Men aytgan usulda video olinadi. Prosmotrlari 1000 dan kam emas, ko'pi esa 100 mingdan oshgan. Bu anchadan beri video qilinmayapti. O'shaning uchun to'xtab qolgan kanal. Lekin aktivida video qo'yilayotgan vaqtda hammasi juda zo'r, kreativ videolar olingan. Mana shu uslubda videoga ishlovon berilgan. Yozuvlarga e'tibor qiling. Yaxshiroq shu kanalni kuzatsalaringiz foydali. Bisavi degan kanal ham bor, uni ham qidirib ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu oson montaj qilish uchun kanal, bu uslubchan kerak emas. Xullas, mana shunaqa gaplar. Bu Super Legends 5-6 oy avval o'z faoliyatini to'xtatgan. Lekin kuzatib borsalaringiz, vaqtida juda zo'r bo'lgan va haligacha agar video qo'ysa zo'r pul topadi, zo'r prosmotr topadi.
Isaveni qidirib ko'rsataman sizlarga daromadini. Просто vau deyorasizlar. Qaranglar. Mana o'rtacha olsak ham, o'rtacha emas mayli. $32,000 kamida topadi deyapti oyiga. 32,000 emas, 3,000 bo'lsa ham dashi sizlarga yirtib ortmaydimi? Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Bundan keyin ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Kanalimizga obuna bo'ling. Albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, do'stlarga ham ulashishni unutmang.